Assalomu alaykum dehqon ko'kalarim, yaxshimisizlar? Hammanglar tuzukmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Hozirgi kunda ko'pchilikda muammo bo'lyapti. Pomidorlar yaxshi gullamayapti, shoda ajratmayapti, tanasida mo'ralab turibdi deyotgan savollar juda ham ko'p. Ko'pchilikda bir xil savol bo'layotgani uchun men общий qilib bitta video qilib beraman sizlarga inshaalloh. Buni bo'layotgan sababi termizlar tortib qo'yilgan. Ayni gullash vaqtida temperatura pasayib ketgandan keyin ham sok движение yaxshi bo'lmaydi. Quyosh past, termiz salafan tortilgani hisobiga fotosintez yaxshi emasdi. O'simlikka baribir yorug'lik kerak. Nima o'simlik bo'lsa ham yorug'lik kerak. Shuning uchun qo'llanilayotgan dorilar hozir yaxshi ish berayotgani mana Bulungvard ko'pchilikka tavsiya qilaman. Mikrobiotik brendi ostida ishlab chiqarilgan 10 litr suvga 20 grammdan qo'llasanglar bo'ladi. 5 kun, 1 hafta, 10 kun ichida sevib tursanglar bo'ladi. Bunga yana nima qo'shsak bo'ladi degan savol tug'ilishi aniq. Bunga qo'shimcha borni kislota qo'shsanglar bo'ladi. O'zida ham 6% bori bor. Sizlar bir 3-5 grammgacha borni kislotani qo'shib sepsanglar bo'ladi. Aminamax sepishinglar mumkin. Bunga qo'shimcha 20 grammdan Bulungvard, 15 grammdan Aminamax qo'shib ishlatsanglar ham bo'ladi. Yoki monofosfat kaliy. Bulungvarddan 20 gramm, monofosfat kaliydan 15 gramm qo'shib ishlatsanglar ham yaxshi ish beradi. Yana bitta varianti, yana bu dorini topa olmasanglar, mana boron, italyanskiy mahsulot, xelat formali bor, effekti o'simlikning tanasiga tez singuvchi. 10 litr suvga 10 grammdan boron, 10 grammdan xuddi shu firmani tripton degan dorisi bor. Shuni bersanglar bo'ladi. Keyin monofosfat kaliy bor 0,52-34. 10 litr suvga 20 grammdan monofosfat kaliy, 5 grammdan mana bunaqa borni kislotani qo'shib sepsanglar, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Hozir shulardan foydalanib turishinglar kerak. Shunda shodalari yaxshi cho'ziladi, gullarning soni ko'payadi, etaplarning orasi yaqinlashadi. Xudo xolasa yaxshi hosil olasizlar. Issiqligiga e'tibor beringlar. Bu dorilarni men tavsiya qilaman bir 20 xilini, lekin temperatura 5-6 bo'lgandan keyin sok движение yaxshi bo'lmaydi, gullari joyida qotib qolaveradi. Allohim dehqonchiligingizga baraka bersin. Sog' bo'linglar.